tog', yer titilib bir-biri bilan to'qnashadi. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Yo'q, bunday kirdikorlaringizni qaytingiz. Qachon yer zilzilaga tushib barcha narsa chirparchin qilinganida. Yawma tarjuful ardu wal jibalu fakanatil jibalu katiban mahila. U kunda yer va tog'lar titroqqa tushar va u tog'lar to'kilib turguvchi qum tepalarga aylanib qolar. Mana shu tog'lar qum bo'lib ketadi, deyapti Alloh taolo. Va takunul jibalu kal ahnil manfush. Mana shu buyuk tog'lar titilgan jundek osmonda uchib yuradi. Bu qanaqa shamol bo'ladi? Qanaqa kun bo'ladiki, o'rnidan qimlatishlikka biz qodir bo'lmagan, shunday bir og'ir tog'lar titilgan jundek uchib yuradigan bo'lsa. Va izal biharu sujirat. Dengizlar tandir kabi qizitilganda va suv o'rniga olov bilan to'lganida. Dengizning suvlari qaynab, olovni o'rnida turgandek bo'ladi. Va izas samau fatarat. Osmon yorilganda, yoriladigan narsa yo'q osmonda. U yoriladigan narsa qattiq narsa bo'ladi. Sinadigan yoki yirtiladigan narsa. Osmonni qo'l bilan ushlab bo'lmaydi. Lekin mana shu osmonda Alloh taolo yoriladi, yirtiladi deb aytadi. Fa iza shaqqatis samau fakanat wardatan kaddihan. Endi qachon qiyomat qoyim bo'lgach, osmon yorilib, jahannam haroratidan qizib ketgan teri kabi qizarib qolganida, osmon qizarib ketadi issiqdan. Osmon yorilib, rangi xuddi tutundek oq, qizil, sariq boshqa ranglarga kiradi ushlari. Osmondagi yulduzlar larzaga kelib, yerga qulay boshlaydi. Dengizlar